Davom etamiz. Ma'lumki, hokim yordamchilarining zimmasiga mahallada kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashdek muhim vazifalar yuklatilgan. Afsuski, ba'zi holatlarda bu ishonch suiiste'mol qilinib, qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmoqda. Ana shunday holatlardan biri jinoyat ishlari bo'yicha Dehqonobod tumani sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. Hokim yordamchilariga mahallada kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligiga ko'maklashish kabi vazifalar yuklatilgan bo'lib, afsuski ba'zilar bu vazifalarni imkoniyat sifatida ko'rib, uni suiiste'mol qilmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Dehqonobod tumani sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisi mavzusi ham ana shu masalaga qaratildi. Ish hujjatlariga ko'ra tumanning Tarqoqchig'ay mahallasi hokim yordamchisi bo'lib ishlagan sudlanuvchi qisqa faoliyati, ya'ni 2024-yil 8-iyundan 2025-yil 8-iyulga qadar o'tgan vaqt davomida har bir oila tadbirkor dasturi doirasida ajratilgan imtiyozli kredit mablag'larini fuqarolarning roziligisiz ajratilishiga erishib, jami 626 million so'm mablag'ni talon-taroj qiladi. Bo'lib o'tgan tergov jarayonlari davomida sudlanuvchi fuqarolarga yetkazilgan zararlarni to'liq qoplab beradi. Qonun tarafida yozilgan, demak, ish bo'yicha yetkazilgan moddiy zarar qoplansa, ozodlikdan mahrum qilish va ozodlik cheklash jazosi tayinlash istisno qilinadi degan. Oyna ortida turgan sudlanuvchi uchun hal qiluv pallalari sudya yakuniy hukmni e'lon qilar ekan, jinoyatning ijtimoiy xavfliligini va yetkazilgan zararlarni qoplanganini e'tiborga olib, unga ko'ra yakuniy hukmni e'lon qildi. Ish haqining 20% miqdorining davlat daromadi hisobiga ushlab qolingan holda 2 yil 10 oy ahloq jazosi tayinlansin. 1 yil 1 oy ishlaganman. Ko'p nuqsonlarga yo'l qo'ydim. O'sha davomida davlat pulini rastra yo'li bilan talon-taroj qildim. Bu qilgan ishim uchun yo'ldan pushaymonman. Albatta, bunga har bir tashabbus va islohotlarni mahallada jonlantiradigan vakil bu hokim yordamchisi hisoblanadi. Aniqroq aytganda, ular mahallaning ko'zgusi. Shunday ekan, ularning mas'uliyatsizlikka qo'l urishi fuqarolarning islohotlarga ishonchining pasayishiga sabab bo'lishini unutmaslik lozim.